Assalomu alaykum qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun xudo o'zi inshaalloh sizlarga original TX motobloglarimiz va yana eng arzon motobloglarimizni obzorini qilib o'tamiz. Ekranga yaxshiroq o'rnashib oling. TX motobloglarimiz va yana arzonchi motobloglarimizni sirlari va kачестволari haqida chiroyli kengroq obzorni qilib o'tamiz. Va yana sifatlari, TX motoblogini sifatlari qanday chiqqan va arzonchilar sifati qanday chiqqan, qayerlarga qarab olishingizga shularga e'tibor berib o'tamiz. Mabodo to'g'ri cho'ntagingizga pulingiz nimaroq bo'lsa, qayerlarga qarab olasiz. Bemalol kelib, mana bemalol Arqbuloq bozoridan, Toshkent shahri Arqbuloq bozoridan arzonchilardan sutek narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Motoblog narxlarini biz eng konkurent arzon narxlarda qilib beramiz. Optimum baza bo'lgani uchun sizlarga optimum narxlarda qilib beramiz. Bo'lmasa xalqimiz boshladik. 7 ot kishilik original TX motoblogi Germaniya standarti asosida ishlangan bu motoblogimiz bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Motobloglar ichidan eng baquvvat va eng zo'r ishlangan original TX motoblog hisoblanadi. Ishlatib yurgan akalarimiz, aka-ukalar yaxshi bilishadi. TX motoblogi ancha sinovdan o'tgan va yana sifat jihatdan ancha aqlli bo'lgan, maslini datchiklar bilan jihozlangan bo'ladi. Kilolari ham 90 kilogramm bo'ladi buni. Vazni hozirgi modeli qo'llari uzunroq va qo'llari baquvvatroq chiqqan modeli hisoblanadi. Shunisiga e'tibor berasizlar, bu TX motoblogimizni sifat jihatdan boshqa motobloglardan ancha farq qiladi. Endi original TX motoblogimizni sizlarga originalligini bilish uchun bemalol kelasizlar. Bak qismlariga o'yib yozilgan va blok qismlariga ham o'yib yozilgan bo'ladi. Bemalol ko'raverasizlar. Germaniya texnologiyasi asosida ishlangan bu TX motoblogimizning komplekt dastalaridan nimalar chiqadi? Komplektlardan 4 qatordan 8 qator frezer qo'shib berilyapti. Frezerlari bo'linadi 70 ga, 90 ga, 50 ga, 120 ga hamma turiga tushib ketaveradi. Chunki bo'linib ishlab beradi. Mabodo olmoqchi bo'lsalaringiz, ocharlarimiz, kartochka kapatillarimiz va yana ocharlarimiz arzonchiroq va chizillarimiz mavjud. Kelib universalni pluglar, hamma narsalar bor, ko'rib xarid qilishingiz mumkin. TX motoblogimiz motorlari 170 motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. 7 ot kuchli bo'ladi. Balonlari 4 ga 10 balon bilan jihozlangan bo'ladi. Qo'llari ko'rganingizda uzun, zo'r shaklda ishlangan bo'ladi. Mabodo buni ishlash jarayonini ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, kanalga a'zo bo'lib, kanalning ichiga kirib ko'rsalaringiz, kanalimiz ichiga ishlash jarayonlari 70 ga, 50 ga, 90 ga tushgan jarayonlarni ko'rsataveramiz. Ko'rib qo'yinglar degan maqsadda qanday ishlagan jarayonlari bor. Originalligini bilmoqchi bo'lsangiz, original qismlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Temir nimalar bilan yopishgan bo'ladi. Vomlar, ichki vom qismi bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Baquvvat korobkalardan jihozlangan bo'ladi. Endi ko'pchilik aytishadi, pachimlik emasmi? Xohlasangiz pachimlik qilib beramiz, xohlasa bespachimlik hamma variantdan qilib beramiz. Endi pullariga esa kelishilgan holda qilib beramiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Endi sizlarga oddiyroq padelka variantini tushuntirib o'tamiz. Bu padelka variantida 4 ga 8 balon bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu TX motoblogimizga 1 yildan garantiyalari bo'lsa, bunga esa 1 oy zavodga brak defekt 1 oy beriladi. 1 oy beriladi bunga 1 yil beriladi. Chunki buni sifati ham o'ziga yarasha yaxshi ham yaxshi motoblog. Faqat qarab ishlatasiz, moy poylariga qarab ishlatasiz. Siz kelasiz, o'zimiz tavsiyalarni beramiz. Bu ham yaxshi motoblog hisoblanadi. Mabodo bundan ham arzoni kerak deganlarga bundan ham arzon shaklda yetib kelgan, bemalol ko'rishingiz mumkin. Bozorlarda 3 million 500 ming so'mdan sotilayotgan motoblog 3 million 200 ming so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin.
3.200.000 so'mdan 7 tushlik motoblok, 4 qatordan 8 qator frezer qo'shib beriladi. Mobodo oychar pullik bo'lsa, kelishilgan narxda qilib beramiz. Chiroyli narxda. Bunimiz 3.200.000 so'm bo'ladi. Bunimizda 3.400.000 so'm qilib beraman. Bu original Texas motoblogimizni 4 million aytib 3.900.000 so'm qilib beraman. Endi sizlarga bitta misol uchun aytamiz. Liboy bozorga borsangiz, nima uchun shu frezerlari, narsalariga e'tibor beringizlar. Chunki motoblokni yoki bitta ko'rinishida chiroyli bo'lib, pachimlik bo'lganiga e'tibor berib qolmaysizlar. Chunki bu pachimlik yuzini chiroyli ko'rsatib qo'yish, nima bo'lganda ichi yaltiroq, usti yaltiroq, ichi qatroq qilib rasvo qilib tashlagan bo'lsa, erta o'zingizdan o'pkalmang. Chunki motoblok olayotganda juda e'tibor beringizlar, chunki nom jihatdan juda ham ko'p motoblok chiqib ketdi. Pullariga qaramasdan sotishyapti, chunki ichlarini to'ldirib har xilda misol aytib bo'lmaydi. Misol ko'p sifatsiz zapchastlar qo'ydiriladi. Endi shunisiga e'tibor berasizlar. Chunki motoblokni eskidan ishlagan sifatli firma sizga hamisha garantiyasini beradi va o'z brendini o'ldirmasligi uchun chiroyli narxda qilib beradi. Masalan, misol bolgarkasini oladigan bo'lsak, misol Texas bolgarkalari bozorlarda misol 500.000 so'm, 600.000 so'm sotiladi. Misol oddiygina yozdirilgan bolgarka mana 420.000 so'mdan chiqadi. Endi siz hisoblayveringizlar. Shuning uchun shunday variantlar bo'lgach, endi Texas original motoblogga shunday farqlar bor. Shuning uchun e'tibor berasizlar. Original mahsulot olayotganda sifat jihatdan ancha e'tibor berib olsangiz, cho'ntagingizga bol bo'ladi. Chunki bitta ustaga kelib ochib, o'zimizda ham ustalarimiz bor. Bemalol kelaverasizlar. Ustamiz bitta ochib yopishdi o'ziga, xizmat haqisini o'ziga 150.000 so'm oladi, qolgan zapchastlarga ham 200-300.000 so'm pul ketadi. Motoblok olayotganda e'tibor beringizlar. Mobodo arzon motoblok olib qo'yib, ertaga arzimagan 1 oy 2 oy ichiga zapchasini ochib qo'ysangiz, shu 500.000 so'm, 400.000 so'm pul buni sotib olganda bo'lib qolasizlar. Shu kissangizdan ketib ham qolaveradi. Shunisiga e'tibor bering. Olganga yarasha yaxshi, normal motoblok oling, umr sherigida ishlating. Shuning uchun sizga tavsiya qila olamiz. Misol 3 yil, 2 yil, 3 yil ish bersa, siz uchun ancha vaqt ish bergan bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar, zapchastlari ham mavjud, svichalar, karburator, boshqa hamma turlaridan bor. Ustalarimiz, servis xizmatlarimiz shu yerda, do'konimiz yonida bo'ladi. Bemalol kim nima xizmatda bo'lsa kelib xarid qilishingiz mumkin. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Jonlaring sog' bo'lsin.